Salom do'stlar, bugun sizlarga Pinduoduo saytidan kelgan yana yangi buyurtmamni ko'rsataman. Bu safargi buyurtmam do'stimniki. Mani oldingi videolarimdan ilhomlanib, ujinni ishim zakaz qildi. O'lchami 50 va 38 razmerli katta toshlar bilan bezatilgan qora qishki uchiplonni etik. Saytdagi rasmlarda hamma narsa chiroyli ko'rinadi, bilasizlar, lekin men zakaz qilgan narsalar har doim rasmdagidek keladi. Shuni hisobiga bemalol ko'rmasdan zakaz urishingiz mumkin. Shim haqiqiy koja emas, sintetik koja. Tashqi ko'rinishi, tikilishi akkuratni, choklari tekis, tumachasi mustahkam. Shim juda ham yumshoq, qulay, o'tirib turishga, razmeri biz kutgandek. Etik juda chiroyli ekan, ayniqsa toshlari sifati ham juda yaxshi ekan, lekin uchiplonni emas, razmeri 38 qora rangda. Umuman olganda buyurtmam yomon chiqmadi. Video roligim yoqayotgan bo'lsa, like bosib, podpiska qilishni unutmanglar. Hammaga rahmat, xayr.